Ya to'xtang. Şimdi ya o'g'illar mehnat olsun nima olsun. Şimdi anlaştırınca bo'ldi. Siz meni kelgan. Musoviy. Gipimni alang. Akalar qo'lingizga qiling. Ya to'xtang. Bizga o'g'illar siz deyaqanga to'g'ri. Ya mehnat kiyim degan normal ahvol. Masalan, to'plang etiziqdan chiqsam qilib. Ya qarangma, yog'an tiyib, mana unda quvvatman, buna quvvatman deganlar yomon jiq. Men ashna olish qog'im yo'q. Shunglashqa bugun birini bir, ikkini ikki qilamiz. Maktabda bak, yonsalar mana deyaqan kuli tushib chiqayotganlarida baba. Sizga erkakni erkakga qarang, o'g'illarni o'g'illar. Mushaqalar turib, men deyaqan dagunma. Deyaqan dagun qilib turmushingiz qamdaqqa haqiqiy o'g'illar. Yo bunda ishdan qirin chiqirib olgan yoshimda 200 ga pul chiqmaydigan o'g'illar jiq jamiyatda. Endi ma'dashni ko'ringizlar, ana chirayli. Ma og'inimiz lampada yiqilib ketib o'yilib oldi demiş. Baldaqda deydi, saqaytma deydi. Agar saqayta olsangiz bo'ldi, 2 yilgacha e'lon tashviqotingizni ma'qul qilmayman, pul olmayman. Mush og'inim saqaytgan shu qolsa, 2 yilgacha pul olmayman, bu e'lon tashviqotingizdan. Nada o'rni? O'rin Urumchi. O'zingiz nadan? O'zim uchun. Turpanlik uchundan. Endi Urumchida muqim do'kon Urumchida. Cho'qim muqim do'konda og'inimizni sog'lomligini asliga keltirish xizmatini qilishimiz kerak. Og'inimiz asliga ketib qolsa, og'inamniki dayxan go'ng ishga, og'inamning dayxan ishini masalan qilgan hunar ishingizda qolsangiz, men qo'limdagi tashviqot orqali qo'limga kipirman. Hozir nomus qilyapsiz, nomus qilgan ish emas. Men yiqilalaman mana. Men dayxan urib tushgatgan, men tushlamawo. Haqiqiy erkakni o'z halol amgiga tayinib pul topgan o'g'ilnimi? Ishdan qirin chiqib ota-onasidan pul olganlar o'g'illarımda deb majamiyatda xato u. Sho'lashqa ekran chiqmayman deb chiqsiz. Deb kiyim mehnat deb kiyim mehnat. Qaysi biri o'g'illarniki kiyim mehnat o'g'illarni topgan pul hammadan pokiz. Sho'lashqa men mehnat pul tepatganlarga ibrat olsa magap sog'lomlikni asliga keltirish xizmatini qilayotgan bunday ishlarga men aralashqim yo'qdi. Lekin siz magapni asliga keltirmadingiz. Meni do'yin chiqarsam bo'lamdi. Chatoq yo'qmi? Chatoq yo'q. Haqsiz qilma bo'laman. Asliga keltira olsangiz men 2 yilgacha tashviqotni haqsiz qilib berman. Siz asliga kelqasiz. Sizningki bundan keyingi tashviqot ishtiroq turmushingizda taraqqiyot bo'lib qolsa, men tashviqot kuchim zarur bo'lib qolsa, men oldiga chiqaman adash. Bu xalqniki o'g'li, xalqning unda o'g'limiz deb payda chiqsa, o'g'li payda chiqimiz bir chatda chiqib qolgan dadar emasman. O'zimcha xiyol o'g'lal deb chaqlayman. Anda bo'lsa qarindoshlar, ma filmni ko'plab taqib qo'ying. Jin gap. Lekin ma'g'inamniki bir og'iz gibi yomon suyun ketdim. Kimdir mehnat deb. Ma topgan pul angadan pokis ajr qilayotgan o'ziga ma baldaq turibman, mana lampada yiqilib o'yilib oldim ha. Mana deyxan suvarakchi deymizmi? Uyg'ur tilida suvarakchi, tumirdan tumirga ulaydigan. Mana uloqchi, tumirchi deyna. Ammo shuna hunar qilib, maktablar mehnatganda qilamiz. Men deyman, sizlar topgan pul mana eng pokis pul. Ballarni baqsaqmi, atalarimiz baqsam 100 kilo alaydigan pul ma bu. Xalqlar qaqsoqta qilib tep qolgan pulim bo'lgan ekan, men uchun cho'qim chiqarish kerak. Ma'qul, bir xil hayajondan ketib bormay qarindoshlar. Eng muhimi, men og'inimni asliga qolsa, qog'iniga men qancha badal to'layman, qancha ish qila olayman. Ikki og'inim ishingizlar uchun men ajr qilishga rozi. Siz mushog'inim asliga keltira olsangiz, men haqiqiy sog'lomlikni asliga keltirish xizmatiga menda bo'ldi deb turib, haqqi to'tamiz paran sola olayman. Ana bo'lsa, ekran bir qaratgan, amdan to'layingiz ha. Ma chash yog'an. O'zi rost. To'g'ri. Yurak verib ko'plar. Ha, asliga keltirib tirishma. Ma'qul. Unda ismingiz adash? Sulaymon. Sulaymon nereden? Lüksünden. Lüksünden. Turpal Lüksün Sirkit'ten. İsminiz? G'olib. G'olib. Daha dur efendim. Hemen ispat tutup yurak verib saqlab qo'yingizlar. Rahmat sizlarga.